Ikki yaqin do'stning suhbati. Do'stim, men senga garov yutqizdim. Nimaga? Eslaysanmi, kecha sen menga qizingni sinaylik deb savol berganding. Men u savolingga ahmoqlarcha javob bergandim. Xuddi sen aytgandek kecha tunda yaxshi ko'rgan qizimga men sen bilan vaqt o'tkazish uchun yurganman, vaqt o'tkazish uchun gaplashganman, men seni yaxshi ko'rmayman deya raqamini bloklab tashladim. Vaholanki ertalab turib qarasam 117 marta telefon qilingan va men unga e'tibor bermadimda ishim tomon yo'l oldim. Ishdan chiqib sen tomon kelayotsam qizimni dugonasi telefon qildida siz qadriga yetmagan, siz qadrlamagan inson bugun o'zini osib o'ldirdi deya yig'lagancha xabar berdi. Hazillashyapsanmi? Yo'q, bu hazil emas. Men senga garov yutqizdim. Kel yana bir marta garov o'ynaylik. Nega? Chunki yutqizgan insonda vijdon azobi qolsin. Bilasanmi, biz ikkalamiz u qizni o'ldirdik deya javob berdi. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir inson o'ziga tegishli bo'lgan yaqin insonni borida qadriga yetish kerak. Arzimas bir xato tufayli tuproq hech qachon qaytarib bermaydi. Xoh u sevgi bo'lsin, xoh yaqin, xoh qarindoshlar. Insonni borida qadriga yetish kerak. Tuproq hech qachon kechirmaydi. Kechirsa ham o'sha arzimagan sabab tufayli qurbon bo'lgan insonni o'zini bag'rida saqlab qoladi. Bor yo'g'i shu. كان حلمي في وجود إنسان